Mana tuxum. Ye shuni. Ayasi bir haftadan beri tuxum qo'rib beryapsan. Men tovuq aylantirmoqchimisan? Odamlarni xotiniga o'xshab osh qilib bergin-da, osh yeylik. Hali osh yegilari kelib qoldimi? Kunda kunora o'rtoqlaringiz bilan dumlabalar yeysiz, shashillar yeysiz, oshlar yeysiz. Ayda biz yegan tuxumdan ham keng endi. Seni tiling chiqib qopti ayasi. Seni ayam gazingni qo'shib ketmasa, senlarning kaliting qaynada. Qarab turgin. Alo. Aya, yaxshimisiz? Biz yaxshi emasmiz-da. Keliningiz rosa sizni hidingizgacha sog'inibdi. Bir gazini qo'shib qo'ying mana. Mana. Kim? Oyijonmi? Voy oyijonim, assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Charchamayapsizlarmi? Voy oyijon, kelmaysizlarmi? Sog'inib ketdim. Qaqras bugun osh qilganman. Hidlarimni tuxumlar ham qo'shganman oyijon. Voy o'g'lingiz bilasiz, jichanasiga qizishib ketaveradilar. Hozir kelinimni xafa qilma, qisib o'tir, eshak. Oyijon, kelinglar, xo'pmi? Bo'pti, sog' bo'ling. Yomon xamilonsan ayasi. Ikki tarafga qanaqa ulgurib rol o'ynaysan? Ajab bo'pti. Bor suvlonga o'xshamasdan eshik jiringlayapti, qara. Yo'qol. Assalomu alaykum otajon. Yaxshimisizlar qizim? Yaxshi. Qana uni darmetkiyo? O'tiribdi, dangasa ish yo'qmas, ish buyurib. Ha, sota qo'za. Assalomu alaykum, ishongan bog'im, suyangan tog'im, jonajon qaynatam. Uzra ozgina kitob mutolaa qilayotgandim. Mana shu yerda ham yozibdi. Otalar poyidan cho'lpillatib o'pish kerak debdi. Hosila Rahimova. Dadajon, xush kelibsiz. Qaysi deraza ochiq qoldi ekan, fayzi baraka kiryapti uyimizga desam, qaynatam dadajonim kelibdi-da. Yaxshi ko'rgan kuyovimsiz. Siz kelganingiz biz uchun bayram. Ayasi, oshni ding'illab tezroq. Dadajon, hayotda bunday narsalar bo'ladi. Shu to'xtasam bo'laman biz uyda.